Yujniyda 160 ming dollarga 5 sotik. Agar kiribli yashayman deydigan bo'lsanglar, marhamat videoni kuzatib turinglar. Bugun xudo xolisa Yujniga chiqasizlar. Periolu ko'chasi 10-xonadonimiz. Ya'ni 5 sotik ekan. Suv, svet, xullas sharoitlarimiz hammasi yaxshi ekan. Puli 160 ming dollar deyildi. Xudo xolisa kami bor. Mahallamiz ko'ryapsizlar, katta, yaxshi mahalla va bu adresimiz juda ham zo'r. Ya'ni Rama magazinda kelsanglar ham bo'laveradi. Bu yog'imiz Aqtele Kurgovoy tomonidan chiqsanglar ham bo'laveradi. Aynan Jibiga kelib turib, Jibidan o'ng qo'lga, ya'ni tevaga chiqamiz. Domlar tushyapti. Mana shu domlarda teva tomoni bo'lyapti. Yangi tushayotgan domlar bor. Novostroyka hamma biladi. Yopiq holatdagi robotxonamiz. Hovlimizda qaranglar, o'zgacha neobычный odamni e'tiborini tortadigan daraxtlarimiz bor ekan. Mashalloh, qaranglar, mana bu manzaragacha haligi prirodniy daraxtlarimiz, archalarimiz bor ekan. Bu yoqda ham anchagina bir огородchamiz bor ekan, qaranglar. Buni bitta yuvib qo'yasizlar. Xudo xolasa, yana yangi bo'lib qoladi. Do'stlar, bu kira olishimiz bo'lyapti. Kirganimizda chap qo'limizda sanuzulimiz joylashgan. Suvlarimiz, xullas, Ariston hammasi kirgan. Endi bu uzun, ya'ni koridorimiz bo'lyapti. Shu koridorimiz orqali hamma xonamizga kirib chiqsak bo'laveradi. Do'stlar, bismillah. Kelinglar, mana bu chap qo'ldan boshlaymiz. Bu yerda bitta uzun, kattagina, chiroyli hovlimizga qarab tushgan romlari bor. Juda ham muzdekgina bitta xonamiz ekan. Endi buni oldida yana bitta kichkinagina, buni ham remontlari juda ham bir shinamgina detskiy xonamiz ekan, do'stlar. Va buni oldida yana bitta xonamiz bor. Bu xonamizdan, do'stlar, qaranglar, juda ham chiroyli bir o'zgacha qilingan ekan. 1, 2, 3 ta xonani ko'rdik. Endi mana bu yerdan 2-qavatga chiqib o'tamiz. Lesensiyadan chiqayotganimizda mana bu yerda, ya'ni ekan garderobimiz bor ekan. Bunday ekan, kladovka deb qo'ysak ham bo'laveradi. Va chiqqanimizda birinchi hovlimiz. Endi bu orqali o'ng qo'l kirsak bo'laveradi mana. O'ng qo'limizda bitta xonamiz bor va bu xonamiz o'zining kichkinagina, ya'ni garderobi bor ekan. Bu yerdan bitta berib qo'ying manzaramizni. Hop, shim go'zal manzara bor-da, do'stlar. Bilmadim dard berar. Buni oldida mana shu yerdan berib qo'yasiz. Buni ham o'zining garderobi bor. Yana bitta xonamiz bor. Mana bu yerda yana bitta xonamiz bor. Bu xonamizni hozir mahallamizni bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Bu yerdan mahallamiz ko'rinib turadigan, xuddi shunga o'xshagan mahallamiz ko'rinib turadi ekan. Mashaalloh, hammanglarga nasib qilsin, do'stlar. Bu yerdan chiqqanimizda mana, ya'ni ro'paramizda bu yoqda o'zining garderobi bor. O'tiradigan prixoja yoki bir hol desak ham bo'laveradi mana. Buni ham o'zining romlari bor, ochib qo'yasizlar, juda ham muzdek shamollar kirib turadigan bitta xonamiz bor, do'stlar. Ko'ryapsizlar, hamma sharoitlarimiz bor ekan, do'stlar. Bu yerdan chiqqanmiz, robotdan kirganda ro'paradagi xonamizni ko'rib o'tamiz. Mana shu yerdan berib qo'yasiz. Do'stlar, bu yerda hozirgi kunda kuxnya ekan. Juda ham akkuratning, egalari juda ham pokiz odamlar ekan, mashalloh. Mana bu yerda, do'stlar, огородimiz bor. 5 sotik, lekin mevali daraxtlari, endi hamma sharoitlari shuni ichiga kirib ketgan ekan. Aka, ma'no berib qo'yasiz, bitmagan naveshchamiz bor mana. Buning ichi ham keng, katta ekan, qaranglar. Qaranglar, mana bu yerlarda ham joylarimiz bor. Bu yoqlarni chiroyli qilib peska bloklarda o'zingizlar va atrofingizda o'rab olsanglar. Mashalloh. Aka, motomonga bitta berib qo'yasiz, endi menga juda ham yoqtirmaylar. Qaranglar, do'stlar. Voy, da'atmo shoptolimi? Nima bu, do'stlar? Silliq shoptoli derdik yoshligimizda. Pishmabdi shekilli bu hali. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Bu shoptolni olyapsizmi aka? Mana qaranglar. Mevali, mevalari bor. Bu yerda hojatxonamizdan bor ekan. Mana tashqarida ham, ichkarida ham bor ekan. Mon qarab qo'yinglar, do'stlar. Bu yerda mana Jibili tepasiga tushgan domlarimiz. Oldimizda maktablar bor, bilasizlar, masjidlar bor, rahmatulloh domlamiz masjidlari bor.
Ya'ni bu birodarning yo'llari hamma tomoni asfalt bo'lib ketdi, o'zinglar bilasizlar. Qirg'iziston O'sh shahri, Yujniga kelasizlar. Pereulok ko'chasi 10-xonadon 5 sotik. Puli $160,000 kami bor. Telefon nomerlarimizni yozinglar. 0556 bilan 222 441. Qaytaraman. 0556 bilan 222 441. Kelib dokumentlarni bir qator tekshirtiringlar va albatta yuragingiz sezayapti shu olib qolasizlar, do'stlarim. Nasib qilsin.